Assalomu alaykum qadrli boshlang'ich sinf kanali a'zolari. Darslarimiz davom etadi. Bizda 70-dars. Tonna va sentner. Hop, 10-mashqdan boshlaymiz. Ya'ni bizning maqsadimiz uy vazifalarini qanday qilib oson va mustaqil tarzda bajarishni o'rgatish. Agar darslarimizni oxirigacha ko'rsangiz va e'tibor berib qoladigan bo'lsangiz, biz sizga mana shu turdagi mashqlarni qanday qilib oson bajarishni ko'rsatamiz. Keling, birinchi mashqni ishlashdan oldin ayrim bilimlarni berib o'taylik. Hop, 1 sentnerimiz 1 q deb ataladi. Va bu 1 sentnerimizni og'irligi 100 kilogramm bo'ladi. Hop, 1 tonnamiz hop 1000 kilogramm bo'ladi. Va 1 kilogrammimiz esa grammga aylantiradigan bo'lsam 1000 gramm bo'ladi. Aynan mana shu o'lchov birliklari bizni mashqni ishlashimiz uchun aynan yordam beruvchi birliklar hisoblanadi. Keling, mashqni boshlayman. Birinchi mashqimiz 4 sentner 7 kilogramm qo'shilgan 2 tonna 98 kilogramm qo'shilgan 1 tonna 361 kilogramm. Eslatib o'taman, bu turdagi mashqlarni bajarish uchun birinchi qiladigan ishingiz eng kichik birlikka o'tkazib olasiz. Ya'ni hisob-kitob ishlarini amalga oshirish uchun. Demak, bizda birinchi kilogrammga o'tkazib olishimiz kerak ekan. Hop, aynan shu turda bajaraman. Hop, 4 sentnerimizni kilogrammga o'tkazsam, demak 4 ni 100 ga ko'paytirishim kerak. Hisoblaymiz. 4 ko'paytiruv 100 qo'shuv 7 kilogramm qo'shilgan 2 tonnani 2 ko'paytiruv 1000 deb yozamanmi? Xuddi shunday qilamiz. 1000 qo'shuv 98 kilogramm qo'shilgan. Hop, endi mana bu joyda endi qo'shilgan emas, ayrilgan ekan. Ayrilgan 1 ko'paytiruv 1000 bo'lsa 1000 bo'ladi. 1000 qo'shuv 361 kilogramm. Hop, endi e'tibor berib qaraymiz. Misolni, mazmuni, umumiy matematika holatiga to'g'ri kelmay qolmasligi uchun mana bu kilogramm o'lchov birliklarini o'chirib turaman. Mana bu holatda bajaraman endi. Demak, mana bu 407 bo'ladi. Keling, qayta yozaman. 407 qo'shilgan 2000 plus 98. 2098 ayrilgan 1361. Hop, hisoblaymiz. Hisoblashni qulay bo'lishi uchun ustuncha usulda hisoblashni tavsiya qilamiz. 2098 ga qo'shaman 407 ni. Natijada 7 ga 8 ni qo'shsam 15 ni 5 ga yozaman 1 dilda. 9 ga 0 ni qo'shsam 9, 1 bilan 10 bo'ladi. 10 0 bir yoqda. 0 ga 4 ni qo'shsam 4, 1 bilan 5 bo'ladi va 2. 2505 yig'indimiz. Va mana shu 2505 dan ayiraman 1361 ni. 5 dan 1 ketsa 4. Hop, 0 dan 6 ni ayira olmaganligim uchun 5 dan 1 qazib turaman. 10 bo'ldi. 10 dan 6 ni ayirsam 4. 4 qoldi. 4 dan 3 ketsa 1, 2 dan 1 ketsa 1. Demak, 1144 kilogramm. Va endi mana bu hisob-kitob ishlarini o'chirib tashlayman, ya'ni menga hozircha kerak emas bu. Hop, endi e'tibor bering. 1144 kilogrammga aylantirish uchun nima qilamiz? Hop, e'tibor beraman. Mana bu 144 bu kilogramm. Mana bu 1000 ni ifodalayapti. Ya'ni 1000 deyapmanmi? 1000 degani 1 tonna degani. 1 tonnani yozaylik. 1000 ni oldim. Nima qoldi bu yerda? 144 qoldi. Demak, 1 tonnaga 144 kilogramm deb javobni yozib qo'yaman. Hop, demak, birinchi misolni ishlab oldim. Ikkinchi misolni ko'chirib olaman. Birinchi. Demak, yozaman 5 tonna ayrilgan 9 sentneru 44 kilogramm bo'lingan 4. Ishlash kerak buni. Hop, endi misolni soddalashtirib qayta yozib chiqaman. 5 tonnani kilogrammga aylantirishim kerak. Buning uchun nima qilaman? 5 ko'paytiruv 1000 deb yozib olaman. Qo'shilgan, hop, uzr. Qo'shilgan emas, endi ayrilgan ekan bizda. Ayrilgan 9 sentnermi? Demak, bu 9 ko'paytiruv 100. Hop, qo'shilgan 44 kilogramm ham bor buni. 44. Demak, qarang. 5000 bo'ladi mana bu. 5 ko'paytiruv 1000imiz 5000 beradi bizga. 5000 ayrilgan 9 ko'paytiruv 100 qo'shuv 44. 944 bo'ladimi? 944. Hop, endi keling ayirib olaman. 5000 dan ayirganman 944 ni. Hop, barchasi 0. Shuning uchun mana bu 0 ni 10 deb tasavvur qilib 1 qazib turaman bunga. 10 dan 4 ketsa 6 bo'ladi. Bu joyda 9 qoldi deymiz. 9 dan 4 ketsa nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Hop, endi mana bu joyda yana 1 qazib olingan. 9 dan 9 ketsa qanaqa bo'ladi? 0. Hop, endi 5 dan ham umumiy hisobda 1 qazib olingan 4. Demak, 4056 kilogramm. Buni nima qilishimiz kerak biz? 4 ga bo'lishimiz kerak. 4 ga bo'laman. Burchak usuldan foydalanib mana bu joyda 4 ga bo'lib o'raman. 4 ga bo'lsam, 4 ni ichida bitta bor. 1 karra 4
ayrsam 0. Hop, 0 ni 4 ga bo'lsam 0 tadan ketdi bu. 5 ni olib tushaman. 5 4 ga bo'lsa nechta? Bittadan 1 kara 4. 4 ayirsam 1. 1 o'zini bo'la olmaguncha 6 ni yordamga chaqiraman. 16 bo'ldi. 16 ni 4 ga bo'lsam 4. 4 kara 4 16. Ayirsak 0. Demak bizda javob 1014 kilogramm. Va endi mana bu hisob kitob ishlari kerak emas bizga. Ya'ni biz tayyor javobni oldik. Keling buni o'chirib tashlaymiz-da. Mana bu joyda bitta ish qoldi. Hop, 1014 kilogramm. E'tibor bering. Hop, 1000 degan so'zni aytishdan oldin men qaysi raqamni aytyapman? Bir raqamni aytyapman, demak bu joyda 1 tonnani yozaman va 14 kilogrammni yozib qo'yaman mana bunday. 1 tonnaga 14 kilogramm. Hop, keyingisi. Demak, keyingi misolni ko'rinishini ko'chirib yozib olaman. 3 ko'paytiruv. Qavs ichida nima? 7 kilogramm 24 gram ayrilgan 5 kilogramm 9 gram. Hop, e'tibor qilaylik. Endi nima qilamiz mana shu vaziyatda? Birinchi qavs ichini hisoblab olish kerak. Hop, qavs ichini ham soddalashtirib yozib olaman dastlab qiladigan ishim. Hop, yozamiz. 3 ko'paytiruv. Qavs ochdikmi? 7 kilogramni 7 ko'paytiruv 1000 mi? Chunki gramga o'tkazmoqchiman-da men. 7 ko'paytiruv 1000 qo'shuv 24 ayru 5 kilogramni 5 ko'paytiruv 1000 deyman. 1000 qo'shuv 9. Hop, barobar 3 ko'paytiruv. Mana bu 7024 bo'ladi. 7024 ayru 5009. 5009. Birinchi qiladigan ishimiz ayirishni amalga oshira olaman. Ayirsam 5 0 0 9. Hop, 4 dan 9 ayira olmagan uchun 2 dan 1 qazo olib turaman. 14. 14 dan 9 ketsa 5. Mana bu yerda 1 qazo olgan uchun 1 qo'yaman. 1 dan 0 ketsa 1, 0 dan 0 ketsa 0, 7 dan 5 ketsa 2. Demak, 3 ko'paytiruv 2015 gram. Mana bu kerak emas. O'chirib tashlayman. Endi hop, ko'paytirishni amalga oshirish kerak. Hop, keling, mana bu joyda amalga oshiramiz ko'paytirishni. 2015 ko'paytiruv 3. 3 kara 5. 15 ni 5i bir yodda. 3 kara 1 3, bir yoddagina 4. 3 kara 0 0. 3 kara 2 6. Demak bu joyda 6045 gram. Chunki biz eng kichik o'lchov o'tkazganmiz. Eng kichik o'lchovimiz gram edi misolda. Hop, e'tibor bering. Hop, 1000 degan so'zdan oldin qaysi sonni aytyapman? 6 aytyapmanmi? Demak 6 kilogram. Va endi mana bu joyda 45 qoldi. 45 gram. Va qadrli do'stlar, biz 10-mashqni yakunladik. 11-mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 11-masala. Masala shart quyidagicha. Onam qarindoshlari uchun yong'oq, mayiz va quritilgan o'rikdan jo'natma yig'di. U 3 kilogramm 270 gram yong'oq, yong'oqdan 1 kilogramm 150 gram ko'p mayiz, mayizdan 960 gram kam quritilgan o'rik qo'ydi. Jo'natmaning massasi qancha? Jo'natmaning massasi 10 kilogrammdan oshmasligi kerak. Onam bu qoidaga amal qildimi deyapti. Hop, mashqni ishlashni boshlayman. Hop, birinchi ho'l mevalar, quruq mevalar bor bu joyda. Bu mevalarning quruq mevalar deb ataladi. Shularning massasini aniqlab olishim kerak. Birinchisi yong'oq. Yong'oqning massasi masalamizda aniq qilib berib qo'yilgan bizga 3 kilogramm 270 gram. Hop, endi bu grammga aniqlasam 3 ko'paytiruv 1000 qo'shilgan 270 bo'ladi va yig'inini hisoblasam 3270 gram. Keyingisi yong'oqdan 1 kilogramm 150 gram ko'p mayiz. Endi mayizni aralash kerak. Hop, mayiz yong'oqdan ko'p ekan. Yong'oq qancha edi? 3270. Hop, ko'p bo'lgani uchun qo'shiveriladi. Hop, mana bu joyda 1 kilogramm 150 gram turibdi-yu. Shuni qanday yozish mumkin? 1150 deb yozamanmi? 1150. Va endi yig'inini hisoblab olaman mana bu joyda. 3270 qo'shilgan 1150. 0. 7 ga 5 ni qo'shsam 12 ni 2si bir yodda. 2 ga 1 qo'shsam 3, bir yoddagina 4. 3 ga 1 qo'shsam 4. Demak 4420 gram. Hop, endi mana buni kerak yo'q. O'chirib tashlayman. Davomida nima bo'lib qoldi bizda? Hop, quritilgan o'rik. Yozamiz buni ham. Hop, quritilgan
quritilgan o'rik qancha ekan? Hop, mayizdan 960 gram kam ekan. Mayiz qancha edi? 4420 edi. Undan 960 gram kam bo'lsa, 960 ayirish kerak. Hop, keling bajara olamiz buni. 4420 dan ayiraman 960 ni. 0, 12 dan 6 ketsa 6, 3 qolgan mana edi. Hop, 3 dan 9 ayiraman, 4 dan 1 qazab turaman. 13, 13 dan 9 ketsa 4. Hop, mana edi 3 qolgan 3. 3460 gram. Hop, demak men masalani ishlashga tayyorman. Ya'ni barcha mevalarni, quruq mevalarni massasini aniqlab oldim. Endi jo'natmaning massasi qancha deyapti. Hop, ya'ni umumiy massani yig'imini so'ralyapti bizdan. 3270 gram qo'shilgan 4420 gram qo'shilgan 3460 gram. Hop, keling mana bu joyda xato ketib qoldi, o'chirib olaylik. Gram qo'shilgan 3460 gram. Hop, demak bizda 11150 chiqadi bu. 11150 gram. Hop, e'tibor bering. 11150 gram deyapman. Hop, 1000 degan gapni aytishda oldin qaysi sonni aytyapman? Ya'ni 1000 degan so'zni aytishda oldin 11000 deyapman. Demak, bu 11 kilogram bo'ladi. 11 kilogram 150 gram. Hop, A shart bajarildi bizda. Hop, B shartda nima deyapti? B shartda deyaptiki, jo'natmaning massasi 10 kilogramdan oshmasligi kerak degan qoida bor deyapti. Hop, endi hop 11 kilogram 150 gram va 10 kilogram. Taqqoslash kerak. Qaysi biri katta? Mana bu katta. Demak, e'tibor bering. Onam bu qoidaga amal qilganmi deb. Qoidaga amal qilmagan. Demak, ushbu mashq, shu uy vazifalarimizning oxirgi mashqi edi va biz navbatdagi darsimizda 71-darsni uy vazifalarini qanday qilib oson va sodda bajarishni o'rgatamiz. Darsimizga like tugmasini bosing, hamda kanalimizga obuna bo'ling.